Abduvohid, yoshingiz nechida va nima uchun Hindistondasiz? Men yoshim 27da. Dadam uchun jigar transplantatsiyasi uchun keldik. Anchagina yaxshi biz. Otasiga jigar berish qanaqa bo'lar ekan? Buni o'zi bilan endi ta'riflab bera olmayman. Xudoga shukr qiling, shunday farzandlar voyaga yetkazdik. Farzandlaringiz biri mana pul topaman deyapti, biri mana o'zim donor bo'laman deyapti deganda dadasi ham rosa suyunib, duo qilib, yig'lab endi atte nimani qo'yaverasiz endi. O'sha kunlarimiz Xudoga shukr mana ertakka o'xshab qolyapti. Biz vaqtimizga doim sog' bo'lsinlar. Juda ko'p ta'kidladilar. Kun kelib, shunday ortingga qaraganingda hech qachon afsuslanmaydigan holatda bo'lgan deganlar. Butun dunyo o'g'illariga nima deysiz o'zingiz misolingizda? Ota-onani qadriga yetish kerak. Borida xizmatlarini qilish kerak. Yüksekten